To'g'ri ovqatlanish sog'lig'imiz uchun foydali, lekin u murakkab tuyulishi mumkin. Shu sababli bu videoda sog'lom ovqatlanish uchun qo'llash oson bo'lgan 3 ta oltin qoida haqida gaplashamiz. Mo'ljalingizdan kamroq ovqatlaning. Ovqat porsiyasini kamaytirish tanaga kiradigan kaloriyalarni kamaytiradi. Bu esa vazn tashlashga olib keladi. Lekin savol tug'ilishi mumkin. Kichik porsiya tufayli qorin ochishi, ishtaha pasaymasligi va qayta ovqatlanib qo'yish ehtimoli ortmaydimi? Cambridge universitetida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, porsiya kichraytirilgandan so'ng kun davomida kompensatsiya kuzatiladi. Lekin shunda ham kundalik umumiy kaloriya iste'moli odatdagidan kamroq bo'ladi. Qisqartirish orqali kamaytirilgan kaloriyani faqat 42% kun davomida qayta iste'mol qilingan va 58% kalorik defitsit sifatida kamaygan. Uzoq muddatli kuzatuv shuni ko'rsatganki, tadqiqot muddati tugagandan keyin ham odatdagidan kichikroq porsiyada ovqatlanadigan guruh shu tartibda ovqatlanishni davom ettirgan. Hattoki bunga ehtiyoj bo'lmasa ham. Kun davomidagi bir nechta mahal ovqat porsiyasi kamaytirilganda, natija ham shunga muvofiq tarzda yaxshilangan. Insonlarga kattaroq porsiyadagi ovqat taklif qilinganda, ular ko'proq iste'mol qilishlari kuzatilgan. Buni porsiya kattaligi ta'siri deb nomlanadi. Ya'ni kishilarga ko'proq ovqat suzilganda ko'proq iste'mol qilingan va kamroq berilganda esa kamroq bilan kifoyalanishgan. Shuning uchun dasturxonga ovqat kelishidan oldin uni kamaytiring. Miqdorini kamaytirishning yana bir usuli ovqatni o'tkazib yuborish. Bu ham sog'lom ovqatlanish va vazn nazorati samarali bo'lishi mumkin. Lekin ovqatni o'tkazib yuborgandan keyin keyingi ovqatni ko'p yeb qo'yish kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari holat va qaysi vaqtdagi ovqatni o'tkazib yuborishingizga qarab qondagi glyukoza nazorati izdan chiqishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, ovqatni o'tkazib yubormang, balki kamaytiring. Ovqatlanish uchun kichikroq idishlardan foydalaning. Ovqatlarni o'z vaqtida iste'mol qiling. Vaqtida ovqatlanish deganda ikki xil narsani tushunish mumkin. Har doim bir xil vaqtda ovqatlanish yoki har doim o'z vaqtida ovqatlanish. Har kuni bir vaqtda ovqatlanish yaxshi odat. Tana metabolizmi va ovqat hazmida ishtirok etadigan a'zolarimiz tartibni yaxshi ko'radi. Lekin o'z vaqtdan kech ovqatlansangiz, hattoki bir vaqtda ovqatlansangiz ham bu sizga zararli bo'lishi mumkin. Misol sifatida aytaylik, har kuni soat kechqurun 10 da ovqatlanasiz. Bu sizga zararli bo'lishi mumkin, chunki uxlashga juda yaqin ovqatlanish hisoblanadi. Agar buni soat 7 dagi ovqatlanishga solishtirsangiz, 10 da ovqatlanish sizni tanangiz uchun ko'proq salbiy ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin. O'z vaqtida ovqatlanish esa nonushta, tushlik va kechki ovqatni o'z vaqtida iste'mol qilishdir. Bu tanamiz ichki biologik soati bilan mutanosiblikni ta'minlaydi. Demak, qanday vaqtda ovqatlanish kerak? Nonushta soat ertalabki 6:30 dan 9:00 gacha. Uyg'ongandan taxminan 1-2 soat ichida. Tushlik 12:00 dan tushki 2 gacha. Kechki ovqat kechki 6:00 dan 8:00 gacha. Bu taxminan uyqudan 2-3 soat oldin bo'lishi kerak. Tadqiqotlarga ko'ra 40 yoshdan kattalarda nonushtani kech qilish jismoniy va ruhiy salomatlikni buzilishi, charchoq, og'iz bo'shlig'i bilan bog'liq muammolar, depressiya va ko'plab surunkali kasalliklar bilan bog'liqligi aniqlangan. Ertalab tananing insulinga sezuvchanligi yuqori bo'ladi. Bu glyukoza nazoratini yaxshilaydi va semirish xavfini kamaytiradi. Kechki ovqatlanish va vazn tashlash o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish maqsadida 420 kishi o'rtasida 20 haftalik tadqiqot o'tkazilgan. Unga ko'ra, odatdagidan kechroq tushlik qilgan insonlar erta tushlik qilgan insonlarga qaraganda vazn tashlashlari sekinroq bo'lgan. Hattoki ularning energiya iste'moli, parhez tarkibi, energiya sarfi, ishtaha gormonlari va uyqu uzunligi bir xilda bo'lganda ham. Demak, iste'mol qilinadigan mahsulot tarkibi va miqdori bir xil bo'lishiga qaramay, ovqatni qachon iste'mol qilish uni ta'sirini o'zgartiradi. Buning ta'sirida tanada metabolizm, qonda qand miqdori va insulin ishlab chiqarilishi o'zgaradi. Hazm qilish organlari, oshqozon kislotasi, ichak harakati, gormon ishlab chiqarilishi kechga yaqin kuchsizroq bo'ladi va ovqatni hazm qilish sifatsiz bo'lishiga olib keladi. Ovqatni o'z vaqtidan kechroq iste'mol qilish tanada yog' to'planish ehtimolini oshiradi. Bunga ichki biologik soat bilan mutanosiblikning buzilishi sabab bo'ladi. Biologik soat bu tanani uyqu va uyg'onishga tayyorlaydigan jismoniy va aqliy faoliyatga ta'sir o'tkazadigan 24 soatlik sikldir. Inson biologik soati tana a'zolari faoliyatini ritmini nazorat qiladi. Biologik soat shakllanishiga turli tashqi omillar sabab bo'ladi. Misol uchun, yorug'lik va jismoniy faollik.
Bular ichida eng katta ta'sirga ega bo'lgan omillardan biri bu ovqat iste'molidir. Bunda ovqat hazmda ishtirok etadigan organlardan oshqozon, jigar, ichaklar ishlash tartibi ovqat iste'mol qilishga qarab turib bu sikl o'zgaradi. Kech ovqatlanish nega metabolizm faoliyatiga salbiy ta'sir qilishi aniq bo'lmasa-da, uni zararlari ma'lum. Kech ovqatlanish birinchi navbatda uyquni buzadi. Ikkinchisi esa gormonal muvozanatni, leptin va grelin miqdoriga ta'sir ko'rsatadi. Ishtaha ortishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun katta kaloriyali ovqatlarni kunning birinchi qismida iste'mol qilish metabolizmni tezlashtiradi. Glyukoza nazoratini yaxshilaydi va yoqilg'i sifatida samaraliroq yoqilishiga sabab bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, ovqatlanish vaqti ovqatlanish turi va miqdoridagi muhim ahamiyatga ega. O'z vaqtida ovqatlanish ortiqcha vazn yig'ilishini va kasalliklar xavfini kamaytiradi. Minimal qayta ishlangan ovqatlarni tanlang. Qayta ishlangan ovqatlar va jiddiy kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish maqsadida tekshiruv olib borilgan. Unga ko'ra, qayta ishlangan oziq-ovqatlar nafaqat semirish xavfini oshiradi, balki yurak-qon tomir kasalliklari, ikkinchi tur qandli diabet, ba'zi saratonlar va erta o'lim xavfini ham oshiradi. Nosog'lom ovqatlanish sog'lig'imiz uchun zararli ekanligi ma'lum, lekin sog'lom ovqatlanish orqali qanday foydalarga erishamiz? Bulardan biri kognitiv faoliyatning yaxshilanishi. Bu fikrlash, tushunish bilan bog'liq bo'lgan aqliy faoliyat hisoblanadi. Kognitiv faoliyat yaxshilanishi xotira, diqqat, o'rganish va muammolarni hal qilish kabi aqliy faoliyatlarni yaxshilaydi. Yana bir foydalardan biri tanadagi yallig'lanishni kamaytirish. Yuqori sifatli va o'simlikka boy ovqatlar iste'mol qilgan insonlarda yallig'lanish kamroq kuzatiladi. Va aksincha, juda ko'p nosog'lom ovqatlarni iste'mol qilgan kishilarda yallig'lanish ko'proq kuzatiladi. Bu foyda va ziyonlar har bir kishi uchun to'g'ri keladi. Hattoki u kishida ortiqcha vazn bor yoki yo'qligiga qaramay. Tanadagi yallig'lanish esa surunkali kasalliklar va hattoki o'lim xavfini oshiradi. Yallig'lanish darajasi yuqori bo'lgan odamlarda ertaroq o'lim xavfi taxminan 25% ga yuqoriligi aniqlangan. Yuqori sifatli va sog'lom ovqatlanish har qanday sababdan, ayniqsa yurak, qon tomir kasalliklari va saraton kasalligidan o'lish xavfini keskin kamaytiradi. Ovqat sog'lom yoki nosog'lom ekanligini quyidagicha bilishingiz mumkin. Ovqat dasturxoningizga qanchalik qisqa yo'l bosib kelgan bo'lsa, shuncha foydali. Qo'shimcha qoida: oldin suv, keyin salat va mevalar, undan keyin esa asosiy ovqat. Bundan maqsad oldin kaloriyasi past mahsulotlarni iste'mol qilish orqali oshqozonda qoladigan joyni kamaytirish. Bundan tashqari ovqatdan oldin salatlar iste'mol qilish qonda shakarni nazorat qilishga ham yordam beradi. Siz to'g'ri ovqatlanishni qaysi qoidadan boshlamoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring.